Abdullah, ayaqani ketamiz endi. Abdullah keta, boring, uyingizga boring chiqaning. Ha. Qani boring, ketaver. Boring. Ha. Ana shu bemorimiz Zikrulla Abdulloh DTSPning yangi darajasi bilan kelgan. Holat qanaqa holat? Yaxshimi? O'zgarish bormi? O'zgarish yaxshi. Ha, kelganlaringda holat bilan hozirgi holatini yoritib o'tib ketsa-da, shu qanaqa holat? Shuni aytib bersangiz bizga. O'zgarish qanaqa? Harakati yaxshimi? Yurayaptimi? Kelganimizda yurishga harakati yo'q edi. Ikkinchi kursga kelganda mana Xudoga shukr yuryapti, o'zgarish yaxshi. 5-6 qadam tashlab o'zi bemalol yuryapti. Oyoqlarida tonus qanaqa edi xola? Oyoqlarida oyog'ini bosish bormidi kelganlaringda? Oyoq yo'q, oyog'ini bosishi yo'q edi. Ha, yo'q edi. Tomonga bosmas, oyog'ini ichida harakat qilardi. Hozir bosyapti, to'g'rimi? Xudoga shukr, natijalari yaxshi. Bo'g'onlarni bosyapti. Yaxshi. Kelganlaringda tonus bor deyapsiz-ku mana. Oyog'ini bosmasdi deyapti tovonini. Hozir tovonini bosyapti. Buni sababi xola, birinchi kelganlaringda oyog'ini bosmagan, og'rigan-a? Og'riganda mana taylar, mushaklar tortilganda hisobiga tovonini bosmagan. Mana endi o'sha birinchi kelganlaringda pay mushak cho'zilgan, og'riq bo'ldi. Ikkinchi kun og'riq bo'ldi, bosmadi oyog'ini. Endi bu xilga onalarimiz o'sha oyog'ini bosmasa vahima qiladi-da, oyog'ini bosmay qoldi, bosardi deydi. Ha, lekin bu tabiiy hol. Hamma o'sha bemorlarga, hammasiga tushuntiramiz, shunaqa oyog'ini sizlar uchun vahima, biz uchun bu vahima emas, yaxshi natija. Chunki oyog'ini payni cho'zmasa, yana o'sha oyog'ini ustida yuraveradi. Chunki mana pay cho'zilishida bularda pay tortilgan bo'ladi. DTSPda har xil turi bor-da buni ham. 5 ta darajasi bor. Sizlardagi yengil darajasi. Mana bu ikkinchi kursda yurishni boshlabda bo'lasiz. Xudo xolasa yaxshi natija bo'pti. Mana o'zlaringizdan xursandmisizlar? Xudoga shukr. Ancha yaxshi holati. Ha, yaxshi. Juda ham bemalol o'zi harakat qilib, o'zi yuryapti. yurishga harakat qilyapti. Yaxshi. Mana hozir Abdullah, ayaqani ketamiz endi. Abdullah keta, boring, uyingizga boring chiqaning. Ha. Qani boring, ketaver. Boring. Ha. Ana, endi qani kelinchi menga Abdullah? Yana bitta zo'r qilib yurib Ha, qani ketdi Abdullah. Shashilmasda. Ketdi. O, ye ana. Qani shashilmaydi, shashilmaydi. Qani ketdi. Qani ha. Ye, Abdullah. Ko'rib ketarkansizlar. Ha. Manlandiz. Xola mana shunaqa harakati bormidi? O'sha boshda kelishlaringdan oldin yoki birinchi kun kelganlaringda shunaqa harakat bormi? Yo'q edi. Shunaqa harakat bo'lgandan xursandmisiz? Ha, yaxshi. Iloyim aytganingiz kelsin. Endi avvalo birinchi navbatda Xudo bizni sababchi qilib qo'ygan. Xudoyim shifosini bersin, hech narsa emasda xola. Faqat bizni sababchi qilib qo'yadi xolos. Birinchi navbatda Xudoyim shifosini bersin. Xudo xolasa bundan bari yaxshi bo'ladi.